Xalq demokratik partiyasining saylov oldi dasturida yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Unda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning jismoniy va ma'naviy salohiyatini yuksaltirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga qaratilgan qator ustuvor vazifalar belgilangan. Partiya tomonidan bu borada amaliy ishlar olib borilib, joylarda turli sport tadbirlari, musobaqalar va targ'ibot aksiyalari muntazam tashkil etib kelinmoqda. Jumladan O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Toshkent viloyati kengashi tashabbusi bilan Chirchiq davlat pedagogika universitetida talaba yoshlar ishtirokida sport musobaqalari hamda rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Ushbu tadbir yoshlarni jismoniy faollikka keng jalb etish, ular o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida tashkil etildi. Musobaqalar doirasida basketbol, voleybol, shaxmat va stol tennisi kabi sport turlari bo'yicha qiziqarli va murosasiz bahslar bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar yuqori tayyorgarlik va sport mahoratini namoyon etib, tomoshabinlarga haqiqiy sport bayramini taqdim etdilar. Jarayon davomida rahbar va yoshlar uchrashuvi ham tashkil etildi. Tadbirda Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'quv ishlari bo'yicha prorektori hamda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Toshkent viloyati kengashi deputati, professor o'qituvchilar, faol talaba yoshlar hamda partiya vakillari ishtirok etdi. Samimiy va erkin muloqot ruhida o'tgan uchrashuvda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan savollar berib, mavjud muammolarni ochiq bayon etish orqali taklif va tashabbuslarini ilgari surishdi. Uchrashuv yakunida kun avvalida o'tkazilgan musobaqaning g'olib va sovrindorlari aniqlanib, ular partiya tomonidan diplom, esdalik sovg'alari va qimmatbaho sovrinlar bilan taqdirlandi. Bu esa yoshlarni kelgusida yanada faol bo'lishga, sport bilan muntazam shug'ullanishga undaydi.